Bismillahirrahmanirrahim. Durusul lug'at. Yani arab tili darsligi 2-qism 11-dars. Endi 11-darsdagi muhim grammatikalik qoidalar birinchisi fe'l mudori'ni kishilik almashlarga bog'lab turlash. Bu ayrim so'zlangan bo'lg'achqa bu yerda arasida bo'ltamaymiz. Biz buni ayrim so'zlagan. Masalan, fa'ala yaf'aludiki yaf'aluni 14-turligan qo'y yaf'alu yaf'alan yaf'aluna taf'alu taf'alan yaf'alna taf'alu taf'alana taf'aluna taf'alina taf'aluna taf'alna af'alun naf'alu. Bundagi har bir shakl shu fe'lning ma'lum kishilik almashlarga bog'lanib ma'no ifodalaydi. Bu ayrim so'zlangan mazmun. İkinci mazmun, asas so'zlaydigan birinchi mazmun kelgusi zaman qo'shimchasi sin. Oldingi darslarda ancha-muncha deb o'tgan. Odatda fe'l mudori'lar hozirgi zamonni ifodalaydi. Masalan, zahaba bardi, yadhhabu berawatudu. Sami'a angladi, yasma'u anglavatudu. Fa'ala qildi, yaf'alu qilavatudu. Endi bu qilavatudu deganni qiladi, qilmoqchi deb kelgusi zamonga xoslashtirmoqchi bo'lsak, nima ishlatamiz desa, shu fe'l mudori'ning oldiga sinni qo'shsaqlar, odatdagi hozirgi zamonni ifodalayotgan fe'l mudori' kelgusi zamonni ifodalaydi. Masalan, yazhabuning ma'nosi berawatudu degan bo'lsa, oldiga sin qo'shib sayazhabu qilsa, baradu, bormoqchi degan ma'noda. Yasma'u anglavatudu, oldiga sin qo'shib sayasma'u qilsak, anglaydi, anglamoqchi degandek ma'noni ifodalaydi. Mush nuqtaga diqqat qilsak, boshqa o'zgarish yo'q. Uning shakl jihatda ta'siri yo'q. Faqat ma'nini, hozirgi zamon ma'nini kelgusi zamonga xoslashtirdi xolos. Ikkinchi mazmun, biz necha kunlardan beri asosli fe'l ishlatib keldik. Masalan, o'tgan zamon fe'li, undan keyin mudori fe'l shundami, hozirgi kelgusi zamon fe'l ishlatib keldik. Endi bugungi darsimizda masdarmi gavdalik ishlatiladi. Biz fe'l turliga vaqtimizda fe'llar asoslar nimadan yasalib chiqadi? Masdardan yasalib chiqadi. Masdarining ishlatgan vaqtimizda tarjima qilgan vaqt tarjimasi nima chiqadi desa, maq, mak yoki qilish, itish degandek. Masalan, zahaba yazhabu zihabun, sami'a yasma'u sam'un shundami? Mavlana ma'nosi barmoq, berish, anglamoq, anglash degan ma'no. Endi buning shakli qanday chiqadi desa, 3 harflikdan ortiq fe'l, ya'ni biz sulasi mujarrad deb olti bab degandik. Osh olti babdan sirt fe'llarning muqim o'lchami bor. Uni o'zini o'tkiga so'zlaymiz, ammo 3 harflik fe'llarningki masalan o'lchami. Ba'zi fa'lun chiqadi, ba'zi fi'alun chiqadi, ba'zi fu'ulun shaklida chiqadi. Shu nim deb kelsa, nim deb yezig'liq bo'lsa, shu gapni tushunsak, buning muqim nimasi yo'q, o'lchami yo'q. Masalan, zahaba yazhabudun zihab chiqadi. Sami'a yasma'udun sam'un chiqadi. Daraba yadribudun darbun chiqadi. Dakhala yadkhuludun dukhul shunga o'xshash tushunsak bo'ldi. Ammo tarjima qilgan vaqtda ma'nosi maq qilish, itish deb tarjima qilsak bo'ladi. Uchinchi mazmun amma. Amma degan oldidagi bir jumla mujmal bayon qilingan jumlani tafsili, mujmal so'zlangan jumlani tafsili bayon qilish uchun ishlatiladi. Masalan bunda o'quvchi ya aqlli qiladi, ya do'zrak bo'ladi desak, at-talib zakiyun va g'abiyun deb bo'lgandan keyin o'quvchi ya aqlli yoki do'zrak shundami? Endi har birini tafsili bayon qilib, amma aqlli o'quvchilar deb boshlamoqchi bo'lsak, amma at-talibu zakiy degandek bo'ladi. Bu bir. Yana bir misol olsam, masalan, an-nas sa'idun va shaqiyun. Kishilar baxtli yoki baxtsiz bo'ladi. Va ammallazina su'idu, amma baxtli odamlar fa fil janna, jannatda bo'ladi. Va ammallazina shaqaw fa fin nar. O'zini demak, endi bu yerda avval mujmal so'zlangan narsani amma qana qildi, bayon qildi. Ma'ni desak, bu manda bo'ladi. Bunga kelsak degandeki Uyg'ur tilidagi bu yerda ikki turlik masala bor. Ma'o, mandaq. Ma'noga kelsak mandaq degan shu ma'o degan gapni arab tilidagi amma ifodalaydi. Ammo diqqat qiladigan bir nuqta ammodan keyin ikki jumla keladi.
Mesela ammanın ismisi deymiz, ondan keyingi javob bo'lak deymiz. Ikki bo'lak keladi. Javob bo'lakning oldiga cho'qqum pa keladi. Qolgan misollarini inshaalloh biz dars jarayonida tafsil so'zlaymiz. 4-chi nuqtali grammatik shakli biz necha kunlar o'rganib kelayotgan axi, abi deydigan qurilma bor. Axi degan mening qarindishim. Abi degancha odam degan ma'noda mushuni axunli, abunli deb ifodalasakmi bo'ladi. Ikki xil ifodalash shakli bor. O'xshashlar meningki qarindishim, mening dadam degandek ma'nolarda keladi. Diyalog kirishdan avval al-kalimatul jadida ne avval bir tarjima o'qib, tarjima qiling. Darasa yadrusu, sakana yaskunu, shakara yashkuru, nazala yanzilu, bahasa yabhasu, sa'ida yas'adu, arafa ya'rifu, mata yamutu, nasitu, qaribun aqriba'u, unwanun anawinu, bitaqatun bitaqatun, mahattatun mahattatun, thawbun thiyabun, risalatun rasailu, hallaqun hallaquna, mustawsafun saydaliyatun, aruzun qadimun, khaylun khuyulun. Darasa yadrusu o'gandi, o'rganyotdi, o'qidi, o'qiyotdi degan ma'noda. Ammo o'gandi, o'rganyotdi degani ma'lum bir kasbni o'rganish, masalan dars o'rganish, kasb o'rganish. Unda o'qidi, o'qiyotdi desak, kitob o'qish emas, ma'lum bir kasbda, ma'lum bir maktabda o'qishni darasa yadrusu deydi. Ammo kitob o'qishni deydi qaraa, yaqra'u. Sakana yaskunu turdi, turiyotdi, yoki urullashdi, urullishyotdi, yoki o'ltiroqlashdi, o'ltiroqlashyotdi. Shakara yashkuru rahmat aytdi, rahmat aytibdi yoki ibodat ishlarida gap qolsa shukr qildi, shukr qilyotdi. Nazala yanzilu tushdi, tushyotdi. Bahasa yabhasu keyinida an bilan birga kelsa izdidi, izdayotdi degan ma'noda. Agar ansiz gap qolsa tadqiq qildi, tadqiq qilyotdi yoki izdandi, izdanayotdi degan ma'noda. Sa'ida yas'adu o'rlidi, o'rlayotdi yoki chiqdi, chiqyotdi. Chiqdi olsa uydan sirtqa chiqdi emas, pastdan igiz urullaqan chiqqan. Masalan, tog' ustiga chiqqan, o'g'ziga chiqqan degandek chiqqan, ha. Arafa ya'rifu tunidi, tunayotdi, bildi, bilyotdi. Mata yamutu o'ldi, o'lyotdi. Nasitu unutib qoldim. Qaribun yaqin. Aqriba yaqinlar ko'pligi. Unwanun mavzu tema, anavinu ko'pligi. Bitaqatun karta. Ani karta, o'sha karta shaklidagi har qanday narsaga ma'lum. Masalan, bankning kartasi, telefon kartasi, anikan odamning ism kartochkasi bor, shularning hammasiga bitaqa ishlasa bo'ladi. Bitaqat uning ko'pligi. Mahattatun bekat, mahattat ko'pligi. Thawbun kiyim, thiyab ko'pligi. Risalatun xat, rasailu ko'pligi. Hallaqun satrach, hallaquna ko'pligi. Mustawsaf ambulatoriya, saydaliya dorixona, aruzun polo, qadimun kagan, kelayotgan degan ma'noda. Khaylun at, xuyul atlar. So'zga tushunib bo'lgan bo'lsa, men tekstni o'qib qo'ray. الدرس 11 في الحافلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك يا أخي؟ اسمي عبد الله. وما اسمك؟ اسمي فيصل. أطالب أنت يا عبد الله؟ نعم. أين تدرس يا أخي؟ أدرس بجامعة الرياض. في أي كلية تدرس؟ أدرس في كلية الهندسة. في أي سنة تدرس؟ أدرس في السنة الثانية. أتعرف المهندس سلمان؟ طبعا. وأستاذي
هو أحسن مدرس في الكلية. ومن هؤلاء الفتية الذين معك كأنهم إخوتك؟ نعم هؤلاء إخوتي، لي 4 إخوة و3 أخوات. أين يدرس هؤلاء؟ أما إخوتي فكلهم يدرسون بالجامعة. عيسى هو أكبر مني يدرس في كلية الطب، وإبراهيم يدرس في كلية التجارة، وإسحاق يدرس في كلية الآداب، وإسماعيل يدرس في كلية العلوم. وهؤلاء ال3 أصغر مني. وأما الأخوات فيدرسن في المدرسة المتوسطة. زينب تدرس في السنة الأولى، وسلمى تدرس في السنة الثانية، وليلى تدرس في السنة الثالثة. في أي مدرسة تدرس أخواتك؟ يدرسن في مدرسة خالد بن وليد للبنات بمكة. أين تسكنون أنتم؟ إخوتي يسكنون في مهاجي الجامعة، أما أنا فأسكن مع قريب لي. أمتزوج أنت يا عبد الله؟ لا، لست بمتزوج. ما عنوانك؟ هذه بطاقتي فيها عنواني. أشكرك يا أخي، أنا مسرور بلقائك. أنا سأنزل في المحطة القادمة. في أمان الله وإلى اللقاء. السائق لفيصل: هذا الباب للدخول يا سيدي، النزول من هناك. Hazır tekstler içindeki, diyalog içindeki biz ilgili okup ötken andaki madeniyatçı bir kısım gördük, gramatiklerini, sözlüğe ettirdik bitey. Fil hafila, Abdubusta. Esselamu aleyküm, ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mesmuk ya ahi, kardeşim, isminiz ne mi? İsmi Abdullah ve mesmuk? İsmim Abdullah, sizden isminiz şu. İsmi Faysal, benim ismim Faysal. Talibun ente ya Abdullah. Abdullah, siz okuğucu mu? نعم. أين تدرس يا أخي؟ Kardeşim, nerede okuyorsunuz? Dikkat qilg'ayish, bugungi darsda fe'l mudori'ninki turli shakllar, ikkinchi shaxs, uchinchi shaxs, birinchi shaxs, erlik, ayollik, birlik, ikkilik, ko'plik shakllarga diqqat qilamiz. Adrusu bi jami'ati Riyod. Riyod universitetida o'qiyman. Fi ayyi kulliyatin tadrus? Qaysi fakultetda o'qiysiz? أدرس في كلية الهندسة. قرلوش فاكولتيدا أقيمة. هندسة إنجنير لق فاكولتيدا قرلوش فاكولتيدا جنبها. في أي سنة تدرس؟ قيسي لق تقيسز. أدرس في السنة الثانية. إشكنجي لق تقيمة. أتعرف المهندس سلمان؟ إنجنير سلمان تنامسز؟ طبعا البتة، وأستاذي ومن أستاذم. هو أحسن مدرس في الكلية. و fakultetdagi eng yaxshi o'qituvchi yoki fakultetdagi o'qituvchining ichidagi eng yaxshisi. O'tgan bir darsda so'zlab o'tgan ismi tafsillarniki muzaffarat ishlatilishi, ning ichidagi eng yaxshisi degan shaklda tarjima qilamiz. Yuqoridagi fillarning hammasida adrusu, tadrusu shundaymi, ashbularning turli ahvolida diqqat qilsak bo'ldi. Man haula'il fityatu allazina ma'ak ka'annahum ikhwatuk. Siz bilan birga turgan ma'o yigitlar kim u? Xuddi ular sizning qarindoshlaringizdek. Mana o'rindagi allazina ma'ak oldingi darsda so'zlab o'tgan, ya'ni ism mavsul nisbiy almashlar bunday tarjima qilamiz. G'an qon digi tiki. Ya'ni siz bilan birga turgan ma'o yashigitlar. Ka'annahum ikhwatu, ka'anna biz oldingi bir darsda so'zlab o'tgan huruf mushabbaha filning birisi. İsmisini zavar xabarini pash qildi va o'zining tarjimasi xuddi dekdek deb tarjima qilamiz. Naam, haula ikhwati. Shundoq, bular mening qarindoshlarim. Li 4 ikhwatin va 3 akhwatin. Mening 4 o'g'il bir tuqunim, 3 qiz bir tuqunim bor. Ayna yadrusu haula? Mavla nerede o'qiydi? Amma ikhwati fa kulluhum yadrusuna bil jami'a. Mavlundagi amma da bizga tafsiliy bayon qilish uchun kelgan harfi tafsil. Amma o'g'il qarindoshlarim bo'lsa,
Fakulluhum qarang. Fakulluhum javob jumla olg'achqa fakulluhum oldiga nima kiryapti? Fa. Ammo o'g'il qarindoshlarim bo'lsa, ularning hammasi universitetda o'qiydi. Eysa, u mendan cho'ngroq. O'tgan biz bir darsda ismi tafsil minglashtirilsa dinroq deb tarjima qilindi. Shuni so'zlagan, ha? U mendan cho'ngroq. Ammo Eysa meditsina fakultetida o'qiydi. Yoki tibbiy fakultet, xuddi tibbiy universitetimiz-ku biz. Tibbiy fakultet yoki meditsina fakultet. İbrahim savdo fakultetida o'qiydi. Fi kulliyat tijara. Va Ishaq yadrusu fi kulliyat al-adab. Ishaq bo'lsa axloq fakultetida o'qiydi. Ammo adab. Ammo tarafida asosliq qonun fakulteti deproq fakultetlar bor, ammo adab axloq fakultetida bekjiq yo'q, ha. Va Ismoil yadrusu fi kulliyat al-ulum. Ismoil fizika fakultetida o'qiydi. Nimalariki ulum asli bilimlar degan gap, ammo ko'pincha fizika qatorliq texnikalik ishlar ishlatiladi. Va haulai thalatha asgharu minni. Ma uchi mendan kichikroq, ya'ni asghar minlar ishlatiladi. Amma al-akhwat fayadrusna fil madrasati al-mutawassita. Amma qiz qarindoshlarim bo'lsa, ular to'liqsiz o'tir maktabda o'qiydi. O'xshashlar bayon qilishni amma keldi. Buning javobi bo'lgan yadrusna degan jumlaning boshida nima kelyapti? Pa. Zeynab tadrusu fi sanati al-ula. Zeynab birinchi yillikda o'qiydi. Salma tadrusu fi sanati saniya. Salma ikkinchi yillikda o'qiydi. Va Layla tadrusu fi sanati salisa. Layla bo'lsa 3-yillikda o'qiydi. Fi ayyi madrasatin tadrusu akhwatuk? Sizning qiz qarindoshlaringiz qaysi maktabda o'qiydi? Yadrusna pillarning turini diqqat qiling. Yadrusna uchinchi shaxs ayollar ko'plik. Yadrusna fi madrasa Xolid ibn Valid lil banati bi Makkah. Makkadagi Xolid ibn Validning qizlar maktabida o'qiydi. Ayna taskununa antum? Sizlar natursizlar? Taskunun ikkinchi shaxs ko'plik erlik. Ikhwati yaskununa fi mahajil jami'a. Qarindoshlarim universitet yataqlarida turadi. Mahaja yataq binasi yataq turgan manda. Yaskunun uchinchi shaxs erlik ko'plik. Ammo ana tafsili bayon qilish uchun. Ammo men bo'lsam fa askunu ma'a qaribilli. Mening bir yiqinim bilan turman. Mutazawwijun anta ya Abdullah. Abdullah, siz to'y qilib bo'lganmi? La, lasta bi mutazawwij. Yo'q, men to'y qilmagan. Ma'unvanu. Adresingiz nima? Hazihi bitaqati. Bu mening kartochkam. Fiha unvani. Bunda mening adresim bor. Ashkuruk ya akhi. Rahmat qarindishim. Ana masrurun bi liqa'ik. Siz bilan ko'rishganimdan xushalman. Ana sa'anzilu fil mahattatil qadima. Men kelagi bekatda tushiman. Sa'anzil. Anziluni oldiga sen kirish orqali tushunman. Kelgi zaman ifodalayotdi, ha? Fi amanillah ila liqa. Aman bo'ling. Ko'rishguncha aman bo'ling degan ma'noda. Fi amanillah ila liqa biz o'ylaymiz-ki, xo'sh, biz Allohga amonat. Fi amanillah Allohga amonat ila liqa ko'rishguncha aman bo'ling degan ma'noda. Endi shu bir Faysalga da'vatdi. Hadal bab lid-dukhul ya sayyidi. Efendim, bu tushadigan eshik yoki bu eshik tushadigan. Asl jumlaning qurilmasi bu eshik tushish uchun eshik degan gap. Bu eshik tushish uchun degan gap, ha? Ammo efendim bu eshik tushadigan eshik yoki bu tushadigan eshik. An-nuzul min hunak. Chiqadigan eshik. An-nuzul min hunak. Tushadigan eshik av yerda yoki tushish av tarafdan deb tushunsak bo'ladi. Tushadigan eshik av taraf degan ma'noda, ha? Dialogdagi mazmunlarni tushungan bo'lsak, ko'nikmalarni hammamizdan har birini birdan ishlab o'tkazib qo'yay. At-tamrinul awwal, birinchi ko'nikma. Tuandikilarga javob bering. Ikkinchi ko'nikma sahih mayali. Ammo birinchi, ikkinchi ko'nikma dialogning mazmuniga qarashli bo'lg'achqa biz buni o'rganib bo'lgandan keyingi kelasi soatlik darsda ishlasak bo'ladi va dialogni o'zlashtirib bo'lgandan keyin. Üçüncü ko'nikma. Tuandagi savollarga javob bering. Bu savollar
laysat mabniyatan ala dars al-hadi 10. 11 darsga qarashli emas. 11 darsga asosan qo'yilgan savollar emas. Xalqan javob bersa bo'ldi. Masalan, ayn tadrus desa, siz nada o'qisangiz, shada shuni javob bersa, masalan, ana adrusu fil madrasa li ta'lim al-lughat al-arabiyya. Men arab tilini o'tish maktabida o'qiyman degandek xalqancha. 4-chi mashq ta'ammal al-amsila, misollarni o'ylab baqing. ثم ضع في الفراغ فيما يلي المضارع من فعل ذهب بعد اسناده الى الضمير. Ondan keyin tövəndəki boş o'ringa zahaba degan fe'lning mudari shaklini uni domirga kishilik almashqa bog'lab bo'lgandan keyin degani munosib shaklda turlab bo'lgandan keyin zahabaning mudari shaklini qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, bizga berilgan misol Abdullah yadrusu bil jami'at ar-Riyad va ikhwatuhu aydan yadrusuna bi jami'at ar-Riyad. Abdullah Riyaz universitetida o'qiydi. Uning qarindoshlari ham Riyaz universitetida o'qiydi. Uning singillari Turuq Sotir maktabida o'qiydi. Zaynab birinchi yilda o'qiydi. Buni qarab baqsak, erlik bir uchinchi shaxs erlik birlikni yadrusu deydi ekanmiz. Uchinchi shaxs erlik ko'plikni yadrusuna. Uchinchi shaxs ayollik ko'plikni yadrusna. Uchinchi shaxs ayollik birlikni tadrusu. Bu to'g'riliq biz xil ma'lumot qilgan. Biz filni turlab xil kunib ketgan, ha. Unda o'g'andan shu bo'yni qo'yib baqaylar. Birinchisini abi chiket ila suq kulla sabah. Mushadagi ba so'zini tarjima qilsak, dadam har kun aytgan bazaga naqlida boradi. Unda o'g'anda zahaba degan fe'lning qaysi shakli? Uchinchi shaxs erlik birlik shakli. Ya'ni yazhabuni qo'yamiz, ha. Ana shu bo'yicha qog'onlarini ishlasak bo'ladi. 5-chi mashq akmilul jumal al-atiya bi wad'i fi'l mudari munasib. Tövəndəki cümlələrni munasib maskeladigan fe'l mudari qo'yish orqali to'liqlang. Masalan, at-tullab kuratul qadam kullamasa o'quvchilar har kuni kech futbolni o'ynaydi. Andog'anda at-tullab ko'plikka o'qachqa buni uchun fe'lni oldida qo'ymay keyinda qo'ysak ko'plik shaklida fe'l kirish to'g'ri keladi. Andog'anda nima qo'yamiz? Yal'abuna. 6-chi mashq hawil mubtada'a fi kullin min al-jumal al-atiya ila jam'a. Tövəndəki cümledeki her bir cümle tövəndəki cümlələrin içindeki her birisindeki mubtadani köplik özgərtini dağıtıdı. Əmdə mubtadani köplik özgərtiş bilen xəbər pilop qalsa nima özgərəydi billah köplik özgərəydi. Bu to'g'riliq so'zlab bo'lgan. Masalan, at-talib yadkhulul fasla deganni köplikka aylantirsak, talib at-tullab o'zgaradi. Undan keyin keyinidagi yadkhulu degan fe'l köplik shaklga o'zgarib nima bo'ladi? Yadkhuluna bo'ladi. Qog'onlarini shu bo'yicha o'zgartirsak bo'ladi, ha? 7-chi mashq annisil fa'ila fi kulli min al-jumal al-atiya. Tövəndəki cümlələrdən hər biridəki fa'ilni ayollik shaklga o'zgartiring. Masalan, birinchi bizga bergan misol ayna yadrusu akhuka ya Ali. Ali qarindoshingiz nada o'qiydi. Uni ayollik shaklga o'zgartirsak, ayna tadrusu ukhtuka ya Ali. Akhukni ukhtukka o'zgartirgandan keyin buni mas holda fe'lmo ayollik o'zgaraydi. Birildigan misol yashrabu abi al-qahva. Dadam qahva ichiyotdi deganni ayollik o'zgartirsak, opam qahva ichadi degan ma'noda. Unda olganda abi ummi o'zgaraydi. Undan keyin mas holda yashrabu degan fe'lmo ayollik uchinchi shaxs birlik tashrabuga o'zgaraydi. Qog'onlarini shu bo'yicha o'zgartirib baqsak bo'ladi, ha? Endi 8-chi mashqda bizga munu ahvolni mulohaza qilishga buyuribdi. Ya'ni uchinchi shaxs ayollik birlik bilan ikkinchi shaxs erlik birlikning shakli o'xshab qoladi. Masalan, filtrlab kelgan vaqtimizda zamanda yazhabu, yazhaban, yazhabuna, tazhabu. Mayadagi tazhabu ayollik, uchinchi shaxs birlik tarjimasi u deb ayolga qaratiladi. Tazhabu, tazhaban, tazhabna, yazhabna. Am ikkinchi shaxs keldik. Tazhabu, tazhabana, tazhabuna, tazhabina, tazhabana, tazhabnadagi ikkinchi shaxs erlik birlikdagi tazhabumi shu shaklda. Ash tazhabu ayollik uchinchi shaxs birligi ma'noda, ma tazhabu ikkinchi shaxs erlik birligi ma'noda. Shuni tushuntirishni deyotdi. Anta tazhabu degan siz ketyapsiz, siz borasiz degan ma'noda. Hiya tazhabu degani u boradi, u ketyapti degan ma'noda. Ikkisining shakl jihatdan nima o'xshash, ha? 9-chi mashq hawilil fi'la fi kulli min al-jumal al-atiya ila mudari. Tövəndəki cümlələrinin hər biridəki fe'lni mudariga o'zgartiring. Masalan, ana zahabtu ila suq ma'nosi men bozorga bordim degan ma'noda. Buni mudari qilgansak, ana ashabu ila suq men bozorga ketyapman degan ma'noda bo'ladi. Mushu bo'yicha g'asala al-walad wajhahu bis-sabun. Bala o'zining yuzini suv bilan yuvdi degan jumlani o'zgartirib baqsak, nima bo'ladi? Yaghsilul waladu wajhahu bis-sabun. G'asalani yaghsilu.
Mas holda uchinchi shaxs so'zi uchinchi shaxs shakliga, ikkinchi shaxs so'zi ikkinchi shaxs shakliga o'zgartirsak bo'ladi. 10-mashq. تأمل المثالين ثم حول الأفعال في الجمل الآتية إلى أفعال منفية. Endi bugungi darsdagi bir so'zga tegishli qoida o'tgan zaman fe'llarni inkor, bulutsiz jumlalarni demoqchi bo'lsak, oldiga ma kelatdik. Masalan, zahaba bardi, ma zahaba barmidi. Kataba yazdi, ma kataba yazmidi. Endi fe'l mudori'larni bulutsiz aylantirmoqchi bo'lsak, oldiga la kelamiz. Masalan, yazhabu ketyapti, la yazhabu ketmedi, shuni ketmaydi. Yaktubu yazudu, la yaktubu yazmaydi degan shaklga o'xshash. Shunga davotida ikki misolni o'qib mulohaza qiling. Undan keyin tuvandagi jumlalardagi fe'llarni bulutsiz fe'lga o'zgartiring davotida. Masalan, kataba Ahmad ad-dars. Ahmad darsni yozdi. Kataba o'tgan zaman fe'l. Buni bulutsiz o'zgartirsak, oldiga ma'lum qo'ysak bo'ladi. Ma kataba Ahmad ad-darsa. Ahmad darsni yozmadi. İkinci misalda yaktubu Ahmad ad-darsa. Ahmad darsni yozyapti. Ya'ni yaktubuni bulutsiz o'zgartirsak, oldiga lam qo'ysak, kifoya. Ahmad la yaktubu ad-darsa deganga o'xshash. Qolganlarini shu bo'yicha ishlasak bo'ladi, ha. 11-si. Tuvandagi savollarga harfi istiqbol, yani biz bayatdan so'zlagan sinni ishlatib javob bering. Masalan, sayarji'ul mudiru gadan. Mudir ata qaytadi. Sa'azhabu ila Makka ba'da usbu inshaalloh. Inshaalloh bir haftadan keyin Makkaga boraman. Azhabu ila al-mal'ab kull masa. Men har kuni kech maydonga boraman. Bugun kech kutubxonaga boraman. Amyada sen kelgusini ifoda. Mushunga asosan qani javob baqayli. Mata yarji'u abuka min Baghdad yani? Ali dadingiz Bag'doddan qachon qaytdi? Sayarji'u ba'da usbu. Kelgusini ifodalash uchun cho'qim oldiga nima keladi? Sen keladi. Xolos. Endi 12-chi misol, ikki misolni o'qing, undan keyin tuvandagi fe'llarning masdarlarini shu o'lcham bo'yicha yozing. Masalan, dakhala yadkhuluning masdari dukhul, kharaja yakhrujuning khuruj chiqqanidek, rakaba yarkabuning rukub, sajada yasjuduning sujud chiqadi, jalasa yajlisuning julus, raka yarkabu ruku', nazala yanzilu nuzul, sa'ada yas'adu su'ud degandek har birisning masdarini chiqarishni ko'rib saqlan bo'ldi, ha. Ammo uch harflik fe'llarning masdari bak muqim emas, o'lchim yo'q, ha. Tuvandagi jumlani o'qib, uningga kelgan masdarlarni muayyanlashtiring. Ayyin tepib chiqing, muayyanlashtiring davotida 13-mashqda. Masalan, asosli qonunchidagi masdarini ham topsaq bo'ladi. Masalan, li hazihil hafila baban. Bu mashinaning ishki bor. Haza lid-dukhul va zaka lil-khuruj. Mavu chiqadig'ini, kirdig'ini, avu chiqadig'ini. Mashadagi lid-dukhul lil-khuruj deganlar masdar hisoblanadi. Bunga o'xshash qolgan misollardagini izlab topsaq bo'ladi, ha. 14-mashq. Tuvandagi misolni o'ylab baqing, savollardan amma ishlatib javob bering. Endi ammani biz darsning beshidlam degan tafsiliy bayon qilish harfi bo'lib, jazosi jumlaga nima kiradi? Fa kiradi deb, ha. Masalan, baga misol ayna taskunun, na tursizlar? Ikhvati yaskununa fil mahaj. Qarindoshlarim universitet mahajiyat jamia universitet yataq binosida turdi. Amma ana fa askunu. Amma men turman. Ayadaki amma kelgan jumlaning javob jumlasi bo'lgan fa askunuga nima kirdi? Fa kirdi. Mush buni tushunsak bo'ladi. Ikkinchi misol nima? Qarab baqala. Ata'riful ingliziyya val fransiyya jayidan ya Hamid? Hamid, ingliz tili bilan fransuz tilini yaxshi bilamsiz? Amma ingliziyya fa'rifuha jayyid. Amma ingliz tili bo'lsa, buni yaxshi bilaman. Wa amma al-fransiyya fadarastuha qabla sanawat walakinni nasitu al-an. Amma fransuz tili bo'lsa, bir necha yil ilgari o'qigandim, biroq hozir unutib ketmaydi. O'xshashlar. Amma al-fransiyya fadarastuha nima kirdi? Fa. Javob jumlasiga fa kirdi. Jim. 3-misol qarab baqaylik. Bikam hazal kitab va hazil majalla. Bu kitob qancha pul, bu jurnal qancha pul? Amma al-kitab fa huwa bi 10 riyal. Amma kitob 10 riyal. O'xshashlar tafsiliy bayon qilyapti. Buning javob jumlasi qaysi? Fa huwa bi 10 riyal. Ma'no nima kirdi? Fa kirdi. Va amma al-majalla fa hiya 3 riyal. Amma
jurnal bo'lsa bu 3 riyal. Ya'niki bitta fahiyadagi fa, mana javob jumlasi kirgan, nima hisoblanadi? Fa bo'ladi. Amishada aynal mustashfa va ayna maktabul barid? Doktorxonada, pochtaxonada degan savolga biz javob bersak, ammal mustashfa fa huwa amama zakal masjid. Shundami? Fa kirgizsak bo'ladi. Va keyinigimi va amma maktabul barid fa huwa qaribun min as-suq. Fa huwa deb ammaning javob jumlasiga nima kirish kerak? Fa kirish kerak. Mush nuqtaga diqqat qilsak bo'ladi. 15-mashqda tuandagi misollarni o'ylab boqing deydi. Masalan, ja akhi min Makka, ja akhun li min Makka. Tamoman akhi bilan akhunli asosiy jihatdan mana jihatda farq etmaydi. Biz darsning boshidan bu to'g'riliq so'zlagan, ha. Zahabtu li ziyarati sadiqi. Men bir do'stimni yo'qlashga bordim. Zahabtu li ziyarati sadiqin li. Sadiqi bilan sadiqun li tamoman asosiy jihatdan mana jihatga o'xshash.